Men bu klinikani opa-singil Ochilova orqali ishlayotganiga 13 yil hisobida taniyman bularni. Oldin ular virusologiyada ishlashgan. Virusologiyada malika meni davolagan. Butun sirroz bilan kelganman. Sirroz kasalimni davolab, shu holatga kelishimga, shunchalik sog' bo'lib yurishimga hammaligi bosh bo'lishgan. 4 ta opa-singil meni mana shu sog'lig'imni o'ylab, ketimda yurib, fibroskamlar qilishib, uzilar qilishib, analizlar olib, kerakli dori-darmonlar bilan meni juda ham chiroyli qilib uyga javob berib yuborishgan. Keyin orada kasallik boshlangandan keyin kela olmadim. 20-yil, 21, 22, 23-yillarda kelib davolandim. 1 yil kelmasligim natijasida ozgina jigarim shishdi. Kelganimda malika shunaqangi chiroyli kulib, "Xolajon, hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Analizlar topshirasiz, davolashni boshlaymiz" deganlarini o'ziga ancha yaxshi bo'lib qoldim mana. Hozirda mana 3 kun bo'lgan bo'lsa kelganimga, ham yuragimni, ham jigarimni, butun organlarimni hammasini doktorlarga ko'rsatib, analizlar olib, meni juda ham chiroyli qilib chiqarib yuborish niyatida bular. Umuman hayotda bunaqa kuchli doktorlar, mehribon doktorlar Toshkentda ko'paysin, butun O'zbekistonda ko'paysin. Bularga sog'lik, salomatlikni Allohdan so'rayman. Rahmat hammanglarga. Taninglar sog' bo'lsin.